Bir kun vaqti kelib, men ham seni ustingdan kulaman. Hali shoshmay turgin. Qani bo'l, tez harakat qil, muncha yemillaysan-a? Xo'p bo'ladi, xo'p. Bo'l, chaqqon, bo'l. Emillama, muncha yemillaysan-a? Voy tavba. Ha, oyi, o'tiring, nima bo'ldi ertalabdan? Bo'ldi, asabiylashmang, keling o'tiring. Ko'rmaysanmi? Emillab bitta joyini munday artib yotibdi. Voy, bir tush ko'ribman. Xo'sh. Shu desang, rahmatli dadang qo'llarida katta patir bilan kirib kelyapti. Patirni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kattamush. Rosa ko'pmish. Demak, rizq nasiba kelayotgan ekan-da, ona, yaxshilikka. To'y bu. To'y patiri. Kelin kelyapti. Meni tushimda ayon beradi doim. Bilasan-u? Bilaman. Oyi, bugun men kompaniyamizda hamkorlar bilan katta ishni boshlayapmiz. Menimcha siz ana shuni ko'rgansiz tushingizda. Balkim. Iloyim o'xshasin. Martabang ulug' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Sizni duolaringiz bilan-da, onam. Rustamjon bolam, Labay onam. bugun Zulfiyani oldiga kirib o'tgan. Xo'pmi? Mayli, kiraman-u, lekin o'zimdan o'zim kirishim g'alati-da, nega? Bozordan bir ikkita patir bilan qaymoq ovol. Zulfiyaxon, choy ichdingizmi deb kiraverasan. Shunga ham o'zim bahona topib beraymi? Oyi, ajoyibsiz-da. Hammasini o'ylab qo'ygansiz-a? Senga tush ko'rdim deyapman-u. Xo'p, kirib o'taman, oyi. Bo'ldi. Ha, ana. O'zi ko'ngli bo'sh ayol. Bir pasda ko'ngli yayrab ketadi-da. Xo'p, ona, xo'p. Rahmat bolam. Baraka top. Hey! Kelinni ham xonasi qolib ketmasin. Xo'p, xola. Haligacha shu yerda ivirsib o'tirishini qara-ya. Bor. Oyi. Mayli, bo'ldi, o'zingiz bosing. Bo'pti, xonaga kiraman. Ha. Ishlaring